Kult filmlar. Kult film tushunchasi o'zi nima? O'zining g'ayrioddiy rejissurasi tufayli odatiy janr yoki narrativlardan farqli bo'lgan, atrofida o'ziga xos madaniyat va shaxsiy va kuchli fan-baza shakllantirgan, ilk chiqishida omma tomonidan unchalik yaxshi qabul qilinmagan, hattoki o'z budjetini ham oqlay olmagan, ammo vaqt o'tishi bilan o'z qadri va e'tirofini oshirib borgan va yana yuqorida aytganimizdek o'ta noodatiy uslub va atmosferaga ega bo'lgan filmlar tushuniladi. Biz avvalgi roliklarimizda kult darajasidagi filmlardan biri bo'lgan Qulash filmi haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham albatta ko'rishingiz kerak bo'lgan ajoyib atmosferaga ega va albatta yuqoridagi ta'rifimizga ko'ra kult darajasida e'tirof etiladigan sovet filmi bo'lmish Kind za filmi haqida suhbatlashamiz. Yaxshilab joylashib oling. Kelasi bir necha daqiqa biz siz bilan olis galaktikaga sayohat qilamiz. Подсак не обманывает, это некрасиво, родной. Bir 1986-yilda rejissyor Georgiy Daneliya tomonidan suratga olingan ushbu shedevr to'g'risi meni ancha hayratga soldi. Filmning ajablantirgan jihatlaridan biri film sovet filmi ekanligidir. Sovet kinomaktabini sevsam-da, shaxsan men bu darajadagi sovet filmi borligini tasavvur qilmagan edim. Bu hali boshlanishi. Film o'zida katta potensialga ega o'ta dolzarb mavzularni hech qo'rqmasdan ochib bera olgan. Syujetga kelsak, Sovet ittifoqi fuqarosi bo'lgan moskvalik bir quruvchi non sotib olish uchun do'konga ketayotib, skripka ushlagan bir talabani uchratadi. Talaba yigit quruvchiga nariroqda bir kishi o'ta yupun kiyinganini va hammadan bu qaysi sayyora, uning galaktika spiralidagi o'rni qaysi ekanligini so'rayotganini, unga qandaydir yordam kerakligini aytadi. Qisqasi, uni jinni deb o'ylashadi va ikkovlan o'sha kimsaning oldiga borib suhbatlashganda begona kimsa ixtirochi ekanligini va boshqa sayyoradan kelganligini aytib, isbot tariqasida teleportatsiya apparatini ko'rsatadi. Va shu vaqtda apparat birdan ishlab ketib, talaba va quruvchi Pluk deb nomlanuvchi olis sayyoraga tushib qolishadi. Va barcha voqealar shu sayyorada ro'y beradi. Film komediya janrida bo'lib, chuqur falsafiy mazmunga ega. O'zida sovet jamiyatining ba'zi muammolari, byurokratiya, ijtimoiy tengsizlik, madaniy qadriyatlar masalasiga kuchli satirika orqali tanqidiy yondashadi. Ha, bu o'ta kuchli satiradir. Qahramonlarimiz tushib qolgan Pluk sayyorasi o'zining o'ta absurd hayot tarzi va qonun qoidalariga ega. Sayyora aholisi va jamiyatda o'ta kuchli irqiy ajratish bor. Masalan, sayyora tub aholisi Chatlan deb ataladi. Boshqa sayyoradan kelgan muhojir yoki qullar esa patsak deb ataladi. Va patsaklar sayyora tub aholisi Chatlanlardan ancha past tabaqaga ega va o'zini patsakligini bildirib turish uchun burniga qo'ng'iroqcha taqib olishga majburdirlar. Так. Спасибо. Так. 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 Sayyorada ku deb ataluvchi universal so'z bo'lib, u barcha ma'noda qo'llanilishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, sayyora o'ta yuqori texnika va texnologiyaga ega bo'lsa ham, o'ta feodal va ibtidoiy hayot tarziga ega va absurd bo'lib, kuchli kastachilik, ya'ni tabaqalanish hukm suradi. Har qanday past tabaqa vakili o'zidan yuqorisi oldida ta'zim qilishga majbur va insonning tabaqasi o'zgarishda davom etadi. Hattoki insonlar shimi rangiga qarab ham uning darajasi aniqlanadi. Vaqt o'tishi bilan bunday odatlar inson ruhiyatiga singib ketadi. Yuqorida aytganimizdek, film jamiyatdagi tabaqalanish, byurokratiya, texnologiyalarga qaramlik va boshqa ko'pgina mavzularni olib chiqqan va o'ta go'zal va ajoyib tarzda tomoshabinga yetkazadi. Filmda personajlar qabul qiladigan qarorlar va ularning syujet yo'li sizni ham hayron qoldirishi aniq. Mashhur sovet aktyorlari Yevgeniy Leonov va Yuriy Yakovlevlar esa
tomoshabinga yana bir bor sifatli ijro va ajoyib tandemni tortiq qilishgan. Shubhasiz film satira qilgan va ko'tarib chiqqan mavzular bugungi kunda ham o'ta dolzarbdir. Film texnik jihatdan ham mukammal. Noodatiy liboslar, tovushlar, sayyora atmosferasi, esdan chiqmaydigan absurd saundtreklar, barchasi noodatiy va go'zal estetikaga ega. Film kult darajasiga chiqishiga sabab esa film boshida omma tomonidan unchalik yaxshi qabul qilinmagan va juda tor auditoriyaga taqdim etilgan. Vaqt o'tishi bilan filmni dunyo bo'yicha kinomuxlislar va tomoshabinlar tomosha qilishdi. Yevropa, Amerika va yana ko'plab davlatlarda film namoyish etildi. Film tanqidchilar tomonidan yuqori baholandi. Uning qanchalar muhim va dolzarbligi va o'ta noodatiyligi barchaning e'tiborini birdek tortdi va film o'z qadr-qimmatini topdi va mustahkamladi. Hozirda film o'zining fan bazasiga va kult maqomiga ega va loyiqdir. Agar filmni tomosha qilmagan bo'lsangiz, uni albatta tomosha qilishingizni maslahat beraman. Siz yana qanday kult filmlarni bilasiz? Izohlarda yozib keting. Sizga film haqida yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha spoilerlarsiz tahlilimiz shulardan iborat edi. Biz bilan bo'ling, chunki biz rivojlanishda va bundanda yaxshi kontentlar tayyorlashda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling. Подшаг, подшаг, не обманывай, это некрасиво, родной.